G'ova tumanining Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini tomorqa madaniyati va mehnatsevarlik borasida o'ziga xos maktabga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerlik aholi har bir qarich yerdan oltin undirishning hadisini olgan. Mazkur mahallada istiqomat qiluvchi Po'latovlar oilasiga uyushtirilgan tashrifimiz davomida o'zbekona xonadonning haqiqiy barakasiga guvoh bo'ldik. Xonadon bekasi Muazzamxon opa Po'latova bilan suhbatlashar ekanmiz, uning ko'zlaridagi g'ayrat va shukronalik kishini to'lqinlantiradi. Muazzamxon opa o'z tomorqasini shunchaki ekin maydoni emas, balki oilaviy birdamlik va rizq maskani deb biladi. Suhbat davomida opa quyidagi jihatlarga alohida to'xtalib o'tdi. Xonadonda ishsizlik odamning o'zi yo'q. Muazzamxon opa o'z kelinlari bilan birga tomorqa ishlarini tizimli yo'lga qo'ygan. Bu nafaqat moddiy daromad, balki oila a'zolarining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni ham ta'minlamoqda. Oila bekasi kelinlarga tomorqa ishlarini o'rgatish borasida ularning mehnat bilan chiniqtirish, ro'zg'orni butunligini his qilishga o'rgatgan. Kelinlarim qizimdek, birgalikda yerga mehr bersak, yer bizga xazinadan ham ko'pini beradi, deydi faxr bilan opa. Bizi 9-10 sotik yerimiz bor, uchastkamiz bor. Biz shuni issiqxona qilib, o'rab shuni tashkil qilganmiz. Xo'jayinim, men, kelinim, 2 o'g'lim bor, Allohga shukr. Oilamiz bilan shu tomorqada hammamiz bandligimiz ta'minlangan. Shu daromaddan Xudoga shukr bolalarni o'qityapmiz mana. Yiliga 70 million, 80 million daromad olamiz. Uning ichida limon bor, mandarin bor, apelsin bor. Tayiga narsa eksak, undan ham ko'p daromad olamiz. Xudoga shukr shu topganimizdan to'ylar qildik, mana kelin oldik, uylarni o'g'nadik. Hamma yo'q bo'lyapti. Po'latovlar oilasi misolida biz bugungi kunning haqiqiy o'zbek oilasini ko'ramiz. Davlatimiz tomonidan tomorqachilikka berilayotgan e'tibor mana shunday mehnatkash insonlar qo'lida hayotiy samaradorlikka aylanmoqda. Muazzamxon opaning xursandchiligi ortida halol mehnat, kelinlarga bo'lgan mehr va erta tongdan boshlangan harakat yotibdi. Bu xonadon har bir oila tadbirkor degan ezgu g'oyaning amaldagi yorqin isbotidir.